Maşallah. Qisqa joy qullarni ishlatib sun'iy tepalik qilgan ekan, nima ishlar? Shoxlar shunaqa qilib shu balandda yashash uchun ham shaharda nazorat qilishlik uchun o'sha sun'iy tepaliklar qildirardi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Robbimizning fazli marhamati bilan Halab shahriga keldik. Qadimiy qal'a. Mana bu qal'a juda ham ko'p tarixga ega bo'lib, qadimda Vizantiya imperiyasidan musulmonlar bu yerlarni fath qilib, mana bu yerda barcha xalifalar shu yerda turib islom diyorini boshqargan joy. Xo'p, bu qal'a Halab shunaqa bir mashhur joyki, tarixda juda ham strategik ahamiyatga ega bo'lib, bu yer qamalga olinib juda ham ko'p janglar bo'lgan joy. Ya'ni Halabda shunday bir ya'ni strategik ahamiyatga ega bo'lgan joylar. Agar mana shu joy bizni yurtlarda bo'lsa, eshik tagiga anaqalar qo'yib, shlagbaumlar qo'yib platnik qilinsa kerak edi. Bu yerda hamma uchun ochiq. Alhamdulillah, hech qanday to'lovlar yo'q. Ko'rib turganinglardek. Alhamdulillah, Ramazon oyi. Arablarda odatda ertalabdan boshlanmaydi. Ya'ni bo'lib ham Ramazon oyi ibodat oyi bo'lganligi uchun tunlari nima qilishadi? Tarovih namozlaridan keyin qiyomul layl shunday bir namozlarni o'qib, kunduzi peshindan keyin, peshin namozidan so'ng hayot boshlanadi. Hozir bizda ertalabki soat 9:30-10lar bo'lganligi uchun deyarli odamlar yo'q ko'chada. Mana bu joylar mana kiraverish qismlari ekan. Endi albatta mana bunday nima qilgan, yosh bolalar kirib yoki bir ommadan musor qilib yormaslik uchun to'siqlar qilib qo'yishgan ekan. Albatta bu yerda oxirgi Usmoniy xilofat bo'lganligi uchun mana bunday Usmoniy xilofatidan qolgan do'ppilar bor ekan. Shu yerda bir qal'aning yonida bu amakimiz tarixiy narsalar sotar ekan. Mana bu arablarda ro'molning ustidan taqiladigan, anaqa sheyxlari taqadigan maxsus nimasi. Bu taraflar shu arab ro'mollari. Mana bu qal'aning yoni bo'lsa, bu tarafni qaranglar. Ya'ni vayronagarchilik, o'sha bosqinchi Bashar Asad rejimi mana shu yillarni, ya'ni shu yillarda ham shiddatli janglar bo'lib o'tgan va shunday qurbonchiliklar bo'lgan. Hech qanday tarixiy asar bo'lgan narsalarga ham qaramasdan aviaudallar bilan bombard qilgan mana bu joylarni ham. Atrof qal'aning yoni, ya'ni shunday holatda. Hali bir tiklanishga, hali bu xalq ommatan tiklanishga ulgurganicha yo'q. Mana bu qal'ani asosiy kirish qismi bo'lsa, qaranglar, mana bu tarixiy nima qiziq faktlar. Bu yerda men tarixiy kinolarda ko'ramiz. Odamlar aliginaqa manjalaq deb qo'yadi. Katapult bilan hujumlar qilingan va mana bu joylarda to'plar turgan bo'lsa, bu yoqlarda mana kamonchilar turgan. Bu yerda ham menimcha to'plar turgan bo'lsa kerak. Qal'aning ommaviy ko'rinishi juda go'zal, maşalloh. Mana Halab shahrini Glavniy ko'rigida tavhid bayroqlarimiz hirpirab turibdi, alhamdulillah. Aziz birodarlar, Halab shahri tarixdan bilamizki, shunday qamallar bo'lsa ham o'zini o'zi eplab ketadigan sinoat sohasi juda ham kuchli. Hozir shu Halab shahrini Sheyx Najjor degan barcha narsalar ishlab chiqarilib, butun dunyoga eksport bo'ladigan joylarga keldi. Kiyim-kechak bo'lsin, materiallar bo'lsin va nimalar, mana bu o'zimiz bilgan gilam, sochiq, shunga o'xshagan narsalar. Bu yerlarda endi tashqarilarga eksport masalasi, bilamizki, Suriyani mollari juda ham toza. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Mana shunday katta zavodlarga keldik, materiallar va hatto ba'zi birodarlarimiz aytadi, Makka, Madinalarda ham, hajlarda ham Suriyani mollari sotiladi. Shomniki, Halabniki deb turib juda ham mashhur deydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning davrida ham bunday ishlab chiqarishlar, ya'ni Shomning moli juda ham sifatli bo'lgan. Aziz birodarlar,
hojilarimiz hajga borar ekan, mana shu joy namozlarni sotib olar ekan. Bu yerda qaranglar, mana shu har bir joy namoz kesilib, mana shu joy namozlar ranglarga bo'yalib, mana shu zavoddan chiqariladi va Saudiyaga jo'natiladi. Xossatan Saudiyaga zakazga ishlab chiqarilyapti ekan. Kelajakda masalan biz O'rta Osiyo davlatlaridan ham savdogarlar bizga aloqaga chiqsa, mana bu narsalarni eksportini ham o'ylayapmiz. Ya'ni sizlarga qanday tabiiyki bu yerda tok, elektrичество qimmat bo'lganligi uchun biroz qimmatroq Xitoy mollaridan va albatta Suriya mollari sifatli bo'ladi. Shuning uchun ya'ni bizlarga bog'lansanglar, mana bu narsalarni ham bu yerda gilam yoki kiyim-kechaklar yoki mana bunday joynamozlar, har qanday narsalarni yuborishimiz mumkin. Bizda hatto hajga borib turib, shu narsalarni hajdan olib keldik deb turib, olib keladi bizning hojilarimiz, lekin aslida mana bunday Suriyada ishlab chiqarilib, Saudiyaga yuborilar ekan. Aziz birodarlar, bu joy namozlar chiqishini qaranglar. Bu birodar bu yoqdan kel, bu yoqdan ol deyapti. Nima? Joy namozlar eng sifati bu yaxshi emas deyapti. Eng mana shu tijoratga chiqariladi deyapti. Cho'ntak joy namozi. Buni eng qimmatlari va juda ham kasbiylar ham bor ekan. Bu shu Saudiya zakaz qilgan, tijoratga sotiladigan, cho'ntakka solib ketadigan kichik bir joy namozlar ekan. Hayyakalloh, shularga rahbarijon. Assalomu alaykum. Hozir sizlarga bu tarafdan, oxirgi tarafdan ham ko'rsataman. Mana bu yerda mana zavod ko'rib turganinglardek gilamlar, poloslar, materiallar, har xil narsalar chiqarar ekan. Mana bunday materiallar, bu menimchaligi katta-katta basen, bir nimalar ustiga yopadigan qalin materiallar ekan. Mana bu mana qimmatbaho chiroyli materiallar ekan. Ular aytayapti, sizlarga nima talab bo'lsa eksport uchun barchasini biz sharoitini qilib beramiz deyapti. Mana bu oxirgi konechniy tochkasi ekan. Mana bu yerga kelib, boshida oppoq material kiryapti-da, rangi bo'yalib, joynamoz sifatiga kirib turib, mana bunday taklanyapti. Halla ba'dama min hon biqussumma. على الورشة كله بقصوص صعب أصلا. Shu yerdan chiqib, keyin qirqilar ekan va eksportga tayyor bo'lar ekan. Qaranglar, uje rangi bo'yalib, tayyor holatda chiqyapti mana joynamozlar. Mana bunday holatda boshqa skladlarga ketar ekan. Ko'rib turganinglardek zavod juda katta ekan. Hozir bu yerdagi zavodning boshliqlari bilan gaplashsak, bizda birgina muammo bor deyapti. Elektrичество juda ham qimmat deyapti. Bu mana shu narsa hal bo'lsa deyapti, narsalarda yana ham bahosi tushadi deyapti. Chunki bizda hozir Idlib tarafda elektrичество alhamdulillah Robbimizning fazli bilan ancha tushib qolgan narxlari. Bu taraflarda endi sekin-sekin bu narsalar o'rnatilyapti. Kelajakda deyapti, elektrичествоning narxi tushsa, yana ham bizda arzon sotamiz bu narsalarni deb aytishyapti inshaalloh. Bu tarafda mana pardalarning materiallari hali bu xom ashyo ishlab chiqarilmagan. Har turdagi materiallar bor. Va bular aytayaptiki, qanday mollar eksportga kerak bo'lsa aytsanglar, tayyorlab beramiz, sizlarni zakazlarga qarab deyishyapti. Bu taraflarda ham mana pardalar. Oddiy ishchilar hayron. Ular to'g'rida ko'rmagan muhojirlarni. Biz umuman ya'ni oddiy xalq ishlab chiqaradigan taraflarga kelganligimiz uchun ular juda ham hayron bo'lyapti. Materiallar zavodlarini qaranglar. Shunday katta zavodlar ekan. Mana ichida materiallar ham turibdi. Yo'qda nimadir ishlayapti. Hozir albatta boshqa zavodlarga ham boramiz. Zavodlarni ham yaqindan ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, boyagi tayyor joynamozlar zavoddan chiqqanda biroz nam bo'ladi. Hozir uje u yoqda qurib chiqqandan keyin mana bunday upakovkalanyapti. Mana shu lentadan o'tib o'zi
bu yoqda rulon qilar ekan. Qanchadir metr bo'lgandan keyin kesib mana bunda rulon qilinar ekan. Dolar. Hada qumash bishon shu. Kullu çadır. Çadırlar yok. Ha. Mana bu chodir materiali ekan aziz birodarlar. Va hada metr murabba dollar emas, alla metr Metre jar. metr jor kam biji ardu? Metreyn. 2 metrga 1 metr bahosi 1,5 ming dollar deyapti. Lekin Xitoydagi bor 1 dollar deyapti. Bizda elektrичество qimmat bo'lgani sababli narxlar qimmat deyapti. Lekin kачествоsi 1,5 dollar ekan. Kачествоsi juda ham yaxshi. Ya'ni halla aktariyati intaj lawan إنتاج سوريا والسعودية بس. تبعتون للسعودية. غير السعودية ما في. ما في. غالي. عم تجيب السعودية من مصر. عم تجيبهم من الصين. Aytyaptiki biz asosan mollarimizni Saudiyaga jo'natamiz, chunki boshqa davlatlar hali bizni yaxshi bilmaydi va bizda to'g'ri kачество bor, lekin narxlar qimmat, elektrичество hisobiga. Lekin kelajakda elektrичество tushsa, ya'ni svet narxlari tushsa, inshaalloh u narxi tushar ekan. Mana zavodda egasi bizga ko'rsatyapti qanaqa joy namozlar chiqarishini. Bu yerda aytyaptiki, هذول ايش قدر سعر الجمله تقريبا؟ هدول سعر الوحدة تقريبا حلال شي 8 شي دولارين و20. ثقيلة. هذا بيجي مخمل. Ayvo, mana shu original joy namozlari ekan. 2 dollar va 20 sentdan ekan. Shu yerda chiqarishar ekan. Mana bular esa optoviy narxi 1 dollardan ekan. Mana shu zavoddagi narxlari. Bunlar normal. Bunlar normal. Mana bu qimmat joy namozlarni shu yerda ishlab chiqarilgan xom ashyosi. Mana ushlatib ko'ryapti, maşallah. Bayint eli. İstersen bunları açayım. Ya, بيحكي معي بشيء. ما في داعي، ما في داعي. ما في داعي. İstersen açayım. لا. Sıkıntı yok. Bayin, طبعاً bayin. شوف بياخذ فكرة. Bu ranglash kerak ekan va bunlar kesar rengi ekan. Bu xom ashyo, ya'ni tayyor bo'lgan material ekan. Bu o'sha 2 dollar va 20 sentdan optim narxi mana shu joy namozlar. Kelajakda ya'ni eksport qiladigan bo'lsak, shu narsalarni ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapmiz inshaalloh. Aziz birodarlar, mana bu materiallar qaranglar. Bu parda ekan, xom ashyo ya'ni. Birinchi qismi noldan ishlab chiqarilar ekan. Mana bunday rulonlarda oppoq holatda bo'lar ekan. Keyin xohlagan gulini va xohlagan rangini mana bu zavodlarda berar ekan. Ularda anaqasini berar ekan. Xohlagan modellarini ya'ni. Bu yerda shu pardani ham har turli ishlab chiqarilar ekan. Aziz birodarlar, boya pardalarni ko'rsatib o'tdik. Mana bu yerda noldan materialni ishlab chiqarish jarayoni bo'lar ekan. Qaranglar mana. Juda ham harir bo'lgan material. Subhanalloh, shunday bir jangu jadallar bo'lishiga qaramasdan, Muborak Shom diyori Halab shahri hali ham mana shunday ishlab chiqarishlar davom etyapti. Bu yerda noldan materiallar ishlab chiqariladi. Jarayonni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Keyin narigi zavodga borib, parda, joynamoz har xil qilib nimalarga ya'ni ishlab chiqarishga beriladi. Ko'p saviyur. Assalomu alaykum. هون عصات الفيش فيش تجينا ديال نصر Nashibu. ايوه مشينا كمان Ranglarga bo'yalib chiqarilgan materiallar yoki yangi ishlab chiqarilgan material mana bu sharoitda quritilar ekan. Shunaqa. Qizil jarayon maşallah. Kelajakda men o'ylaymanki, yaqin 1-2 yilda juda ham tez rivojlanib ketsa kerak. Chunki nima bo'lmagan, ya'ni bu yerda ishlab chiqarish sifati yaxshi va juda ham mehnatkash xalq. Avval jangi jadallardan avval butun dunyoga eksport qilgan. Hozirgi kunda faqat asosan Saudiyaga eksport qiladi. Va shu yerda o'zida sotilar ekan. Materiallar xom ashyo. Hozirgi pastda ko'rdinglar, ipdan material chiqarib, keyingi qavatga chiqarilar ekanda, mana oppoq materiallar harir bo'lgan.
hozir zavod egasimiz bilan yuribdi. Ajabda har xil ichki kiyimlar ishlatiladigan materiallar bo'lar ekan. Xarid, mayka, yo futbolka. Assalomu alaykum. Qaranglar, mana tayyor material. Yozgi ko'ylaklar. Adol Aminkat daxilida ular beklar. Yozvorlar yana eski kiyimlar chiqariladi, shunday sotar. Arzon. Mana bu taraflar ayollar kiyimiga maxsus materiallar bo'lsa, bu tarafda erkaklar ko'ylak, futbolka deymiz. Mana bu esa eski kiyimlar uchun tayyorlangan. Ya'ni bitta materialni xohlagan rangiga bo'yab, xohlagan nimasiga xohlagan shakliga kirgizishadigan apparat o'zi xat bilan taglayapti. Bu yerda mana jarayon. Hayratda mana bu qurutgandan keyin mana shu apparatdan o'zi isitilar ekan. Jarayon shunday bo'ladi. Buradan katta zavod ranglarga bo'yab, har xil chiqaryapti. Bularda ham ba'zida zavod ko'proq qoladi shekilli, mana yetilib ketgan joylar ham bo'ladi. Yangi material ishlab chiqaradigan tadbirkor o'zini ofisiga chaqirdi, abrazivlarni ko'rsatyapti. Mana bu xomashyo ekan. Keyin ishlov berilgandan keyin mana bunaqa ishib turib, chiroyli materialga aylanar ekan. Mana bu divan kreslolarga o'raladigan materiallar ekan. ishgan ekan. Ha. Ularni ishlov berish ham shart emas. Ayasku fiya ligro. Raqamlari bor ekan. Mana shu aytgan zakaz berilgan materialni chiqarib berar ekan. Bu yerda ajoyib bunday daftarga belgilab qo'yishar ekan materiallarni. Ya'ni tayyor bo'lmagan, yarim ishlangan materiallar shunday hamday holatda turar ekan. Bu yerda detskiy, sifatli kiyimlarni hammasini abrazizlari bo'lar ekan. Adol shuni hayton hadi. هذا خيط هذا لسه بده يصنع. Bu ipni navlari ekan. Ishlanmagan ip. Maşallah. Aziz birodarlar, Shayx Najjorda yuribmiz. Polniy mana shu bitta katta shahar zavod ekan. Halab shahrida ya'ni. Hozir u yoqda boshqa yana zavodlar ko'rsatyapti birodarim. Ay mafro? شايف هي البناية مزرعة البيضة اللي وراها ايوه وراها بلش ورا يمين يسار كله لا خلاص لا هيك وهيك ولا ورا سوي كله مطاحن ومعمل بسكويت وكل شيء فيه بسكويتات كل شيء بس شغلات بيت كاسات ابريق هذول شغلات غير محل وين مو شيخ نجار شيخ نجار بس ما بعرف وين محله تمام يلا نشوف يعني كل منطقة لها اختصاص ايوه تعال شيخ حياكم الله السلام hozir u tarafda yana boshqa zavodlar bor ekan, sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, hozir zavoddamiz Halab shahrida. Bu yerda juda ham bir e'tiborli tarafi hech kim qo'lida ushlamas ekan, haqiqiy nimadan kartoshkadan tayyorlanadi. Asosan eksport ishlab chiqar ekan. Eksport qilinmas ekan. Nimaga desam, bizda tabiiy kartoshka bo'lganligi uchun narxlari qimmatroq. Endi kelajakda janglar tugadi, mumkin eksportni ham yo'lga qo'yamiz deyapti. Ya'ni juda ham qoyil qoladigan tarafi hamma narsani mashinkalar qilar ekan. Hech kimni qo'li tegmay haqiqiy kartoshkadan tayyorlangan sof chipslar ekan. Ko'rsatganda juda katta zavod, taxminan 200-300 kishi ishlaydigan zavod ekan. Yani bu taraflar Shayx Najjorni oziq-ovqat ishlab chiqarish zavodlari taraflari ekan. Hammadan holat shunday. Bu yerda mana tayyor upakovkalangan holat. Yani taqriban كمان ما نقدر يعني هلا هو هذا ماشي جامبو هذا جامبو 45,000 $40 taqriban. Evet. Mana shu $4,5 atrofida ekan.
20 40lik qotami bu. Ha, ichida 10 ta bo'lar ekan. Ya'ni bir donasi shunda 45 sentdan bo'ladi. 45 sent 50 sent ya'ni bir donasi yarim dollardan bo'ladi. Ha, yarim dollarga yetmagan, ya'ni bir paket chips haqiqiy kartoshkadan tayyorlangan yarim dollarga bitar ekan. Lekin ya'ni hech qanday bir kimyoviy narsalar qo'shilmagan. Ichida 16 ta kichikroq ekan, buni narxi ham arzon. Boyagi lekin katta paketlar ekan. Shunday qilib ommatan zavod mashalloh ya'ni tabiiy kartoshkadan ishlab chiqarilar ekan. Kelajakda eksportlar ham yo'lga qo'yiladi inshaalloh. Ko'rib turganinglarda mana bu yerda kartoshkalar tabiiy chiqaryapti. Bu yerda yomonlarini ajratib qo'yar ekan. Bu yerda esa tozalangan kartoshka ikkinchi tozalash qismiga ketadi. Ya'ni yuvilib chiqqandan keyin mana bu holatda ozgina archilmagan holati bor ekan. Va mana bu archilmagan holatda mana bu zavodga tushib to'laligicha tozalanadi va bu tarafdan chiqadi. To'lig'icha mashinalarda nima qilar ekan? Chips bo'lib chiqqandan keyin umuman qo'l tegilmas ekan. Masallan, Suriyani mollarini sifati shunaqa ekan. Mana bu yerda mana kartoshkalar kelayotgan joyi. Aziz birodarlar, bu yer chips ishlaydigan zavodning ikkinchi qavatida mana bunday nima Makka jo'xoridan qilinadigan chips bor ekan. Past Makka jo'xorida pastda zavodda boshlagandan tugash jarayonigacha ko'rdik. Bu ham 100% tabiiy bo'lar ekan. Va mana bu ko'rib turgan barcha zavod apparatlar subhanalloh nima ekan? Shu yerda Suriyani o'zi ishlab chiqarilgan, hech qanday Xitoydan keltirilmagan. Shu apparatlar barchasi shu yerda o'zida ishlab chiqarilgan mahsulot ekan. Ko'rib turganinglarda mana tepada chips tushyapti, pastda fotoshka bo'lib, korobkalarga solinib, mana bu holatda mana skotlanib, bu yoqqa chiqarganda bunday bo'lib, ya'ni sotuvga tayyor bo'lar ekan. Eksportlarni endi yo'lga qo'yamiz deyapti. Kelajakda inshaalloh boshqa davlatlarga ham, lekin hozircha shu Suriyani bozoriga chiqarilar ekan. Ham hozir Ramazon oyi bo'lganligi uchun issig'ida tatib ko'rsanglar juda ham shirin bo'ladi. Lekin beraman, ozroq ketasizlar, tatib ko'rasizlar. Bizning ishlarimiz 24 ta arab davlatining ichida 3-o'rinda turadigan zavod, bizning zavodimiz deb birodar maqtayapti masalan. Qaraylar ishlab chiqarish qanday jarayon ketyapti. Kuzatib boringlar inshaalloh. Bundan ko'proq ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz. Aziz birodarlar, mana bu ISO 9001, ISO 223.0. Bu ma'lumot shirkatning egasi aytayaptiki, butun dunyoga eksport qilishga ruxsatnomasi bor zavod ekan. Ko'rib qo'yinglar, agar boshqa davlatlarda ko'rib qolsanglar, tabiiy chipslar ekan, mashalloh. Birodarimiz bu yerga hech kimni qo'ymagan ekan, shu zavodga egasi ekan. Alloh razı olsun bizga ruxsat berdi. Aziz birodarlar, bir tarovish degan narsa bor bu yerda. Kukuruzni bir turi, u ham chipsga ham o'xshab ketadi. Mana shuni zavodiga keldik hozir. Halabda davom etyapmiz. Bu shu holatda ya'ni chiqadi, zavoddan mo'l holatda chiqib, bu ham Makka jo'xoridan bo'ladi. U yerda chiqib sotuvga tayyorlanadi. Ondan har xil zavodlar bor ekan. Ularga qo'ldan kelganicha tanishtirishga harakat qilyapmiz inshaalloh. Sinoat, ya'ni ishlab chiqarish shahrining kattaligini tasavvur qilishinglar uchun shu Sheyx Manzurda butun shahar shunaqa ishlab chiqaradigan zavodlar. Ertalab kelganmiz, mashinada haligacha yurib tugata olmayapmiz. Juda ham katta ekan, mashalloh. Ayvo, tamam. Tamam. Aziz birodarlar, arab diyorlarida hasira degan narsa bor. Bu plasmasa, ya'ni plyonkaga o'xshagan polos. Bular issiq diyor bo'lganligi uchun yozda hali muzdek havo beradi va tozalashga ham oson, yuvishga ham oson, tez quriydi. Shuni ishlab chiqarish zavodiga keldik hozir. Bu yerda men bu kishi egalari ekan. 15 yoshimdan beri shu sohani ustida ishlayman va mana bu zavodlarni o'zim qurganman deyapti. Ya'ni hatto zavodlarini ham o'zlari yasarkan.
to'qilish jarayonini qaranglar, maşallah. حتى رسالة نقل كهرباء ما تجي هلا شوي تجي هذول بيكونوا مسحوبات طالعوا القشير. ايوه. الحبيبات من وين تاخذون؟ سعودية من سعودية أو الكويت أو الإمارات. ان شاء الله من هون هيك بجوز يجي الصيني ارخص. ولحنة في عنا ماكينات. هاي حبيبات. هذا ها؟ صباغ صبغة. Mana bu xom ashyo هاي ekan. شغلنا لحنة هون شغل سورية هاي. Ayvo. حلب. هذا صبغة شغل الإمارات هاي. في عنا منه حلبي بس احنا هذا هذا حلبي هاي. Mana shu imoratdan keladi deyapti. حلبي هاي. Mana bu esa mahalliy sanoatda ishlab chiqarilar ekan. هاي مواد Ya'ni eski buyumlarni, ishdan chiqqan plastmasalarni eritib, shu tozalab turib, mana shunday maydalaydi. Ana buni keyin eritib turib, bu yerda zavodlarda, ya'ni ishga tushiradi. هاي مواد محلية كمان. Ayvo. هاي البيضة مو النظامي هاي. Ayvo. Mana bular ham ko'rib turganinglar, mahalliy sanoatda ishlab chiqarilgan hubaybat deyapti. Hubaybat degani xom ashyo. Bu xom ashyoni ham shu yerdagi eski plastmasalarni eritib, shunday holatga keltiradi. Keyin zavoddan eritib chiqarib, uzun ana bu trubishka holatga keltiradi-da, uni keyin gilam shaklida u tarafda to'qishni boshlardi. Shu holatda subhanalloh zavod ishlardi. Eng qiziq ma'lumot, mana bu ko'rib turgan texnikalar hech qaysi chet davlatdan sotib olinmagan. Barchasi Suriyani o'zida, mana shu hozirgi usta aytadi, o'zim ishlab chiqarganman, hatto texnikasini ham deyapti. Ya'ni subhanalloh, ishlab chiqarish bo'yicha Suriya baribir oldingi o'rinlarda turadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum. Qaranglar. Mana shundan eritilib, mana bunaqa trubishkalar chiqariladi. Trubishkalardan mana bunday ip shaklida tortib, trubishkalarni mana bu iplar bir-biriga bog'laydi-da, u holatda mana to'qiyapti. Ya'ni trubishkalarda o'sha iplar bir-biriga bog'langan. Mana har xil rangdagi, ya'ni polosni shu har xil rangda qilib chiqarilar ekan, maşallah. Xo'p, yana e'tiborli tarafi, mana bu iplari ham shu yerda ishlab chiqarilar ekan. To'qish jarayonini qaranglar, subhanalloh. Ayvo. Qaranglar, bitta olib ketishadi. Maşallah. E'tibor beringlar, bitta olib ketyapti mana shu ko'rib turganinglar materialini. Bittadan olib borib berar ekan, bu yoqqa do'li sekundda olib o'tib, mana bu ratga qo'yib to'qib chiqyapti. Maşallah. Tarixda ham Halab ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Ya'ni muhosara bo'lib qolsa, qamalda bo'lib qolsa, mahalliy sanoati bilan o'zini o'zi boqadigan bir davlat bo'lgan. Eng qizig'i, aziz birodarlar, kelajakda eksport qilinsa, bizning yurtlarimizga ham bu narsalar yetib boradi. Ayvon. Aziz birodarlar, mana bu materiallar shu ko'rib turganinglardek hasira degan bir gilam shaklidagi nima ishlab chiqarilyapti, mana ko'rib turibsizlar oldinda. Bular kelajakda bizni yurtlarga eksport qilinsa, juda ham bir foydali bo'ladi. Chunki bular bizni diyorlarda hali yo'q. Bizdagi poloslar bor-ku, shularning o'rnini bosadi. Yaxshi tarafi, bir nima to'kilib ketsa ham bitta archlik bilan tozalanadi. Yuvishga ham oson, tezda quriydi. Keyin poloslardagi chidamli, juda ham ko'p bir nimalari bor, afzallik taraflari bor inshaalloh. Mana bu ko'rib turganinglar oddiy plastmasa bo'lsa ham, ya'ni shu yerda Suriyada ishlab chiqarilgan ekan, Halabda. Bu mana shu nimalarga gul berar ekan, har xil shakl gullarni o'sha osilib turgan plastmasa berib borar ekan, aylantirib. Har xil shaklda. Zavod egasini aylanib yuribmi? هاي مضيقة شغلة كبيرة. Ammo har xil razmerlar bor. Hech qanday abdu هاي مترين هلا تقريبا. 2 metr, mana bu 2 هاي metr, مترين bu 2,5 metr ekan. Subhanalloh, qaranglar.
butun boshli zavod bo'lib ham hammasini o'zlari ishlab chiqargan. Juda hayratlanarli. Ko'rib turganingizdek, Shayx Najjorda, Halab shahrida turibmiz. Oyoq kiyimlar chiqaradigan joyga keldik. Bu yerda oyoq kiyimlarni kak qismini tayyorlab berar ekan va tepangi qismlarini olib ketib kichik zavodchalar nima qilar ekan, davom ettirishar ekan. U boyaga aytganimizdek mayda hubaybat deb qo'yamiz, xom ashyodan, plastik xom ashyodan. Quyishni boshlar ekanda mana bu yerda mana birinchi jarayon bunaqa bo'lar ekan. Keyin mana bunday tayyor podojlar bo'lar ekan. Bu podojlarni boshqa zavodlar olib ketib, ustiga o'zi xohlagan modelda bitirib chiqaraverar ekan. Alloh, ya'ni shu aytganimizdek butun boshliq shahar shunaqa sinoat bilan mashg'ul ekan. jarayonni qaraylik. Hada وين بحطوا المواد zavoddan u yoqdan quyular ekan. Bu yerda mana bitta chiqarib olar ekan. Ortiqchasi mana ustidan o'zi ishib chiqib qolar ekan. Podojlarning birinchi quyilish jarayoni. Safarimiz davom etyapti. Italiya, Xitoydan har xil davlatlardan mana bunday temirlar kelar ekan. Bu temirlarni mana bu joyda ishlab chiqarilar ekan. Ishlab chiqarilish jarayoni bu temirni shunday ishlov berilib oxiri bu yupqa tuniki shakliga kelar ekan. Ana bundan keyin mana bunday yevro remontlarga mana bunday kichkina profillar chiqar ekan. Shu profillarni masjidlar deymizmi yo oxirgi yevro remontlarni tepasiga mana shu narsalar o'rnatilar ekan. Mana bunday bo'lib sotuvga va eksportga tayyorlanyapti. Bu ham katta zavod narsa. bilan Halab shahriga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.